Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari, do'stlar, yaqinlar. Bugun 4-yanvar 2026-yil. Mana navbatdagi laboga ham chiroyli bugun tunikani o'rab bo'ldik. Bu labon egalari kanalimizdan ko'rib Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida etiketlar. Laboni ichlariga tunika o'ralgan, taglariga shumka qilib, konteyner pollar qo'yilgan, mana joylariga mana bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa bukilmaydi, orqasiga bukilib kirib qolmaydi. Peneplik shumkalari ham joy-joyida qilingan, yonlari ham bukilgan, hamma joyi qilingan. Sandiqchasi alohida tema desa ham bo'laveradi. Bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sandiqchasi alohida sotiladi. Qalinliklari 1.8 temir listdan qulflanadi ham. Poliga shunaqa listlardan, rezinkalardan qo'yib beraveramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Ishlarimizda kamchiliklar ko'rgan bo'lsalaring kommentariyaga yozib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, kommentariyaga fikrlarini qoldirib, do'stlar, yaqinlarga labo olgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.